U kalitni juda uzoq qidirdi. Qayerdandir topiladigan narsa emasdi u. Cho'ntaklarda yo'q edi. Stol ustida ham. U kalitni ichidan izlayotgandi. Uning oldida katta eshik bor edi. Qalin, sokin. Eshik ortida nimadir borligini bilardi. Lekin nima ekanini bilmasdi. Faqat bitta narsa aniq edi. Agar eshik ochilsa, hammasi o'zgaradi. U kalitni topdi. Oddiy kalit edi. Yaltiroq emas, og'ir ham emas. U kalitni eshikka soldi. Burdi. Lekin eshik ochilmadi. U yana urindi. Sekinroq. Qattiqroq. Hech narsa o'zgarmadi. Shunda u eshik yonida yozuv borligini sezdi. Avval e'tibor bermagandi. Yozuvda shunday deyilgan edi. Bu eshik faqat tayyor bo'lganlar uchun ochiladi. U ortga qaradi. O'zi bilan olib kelgan narsalariga. Qo'rquv bor edi. Shubha bor edi. Bahona bor edi. U bularning hammasini ko'tarib kelgandi. U kalitni yana burdi. Yana ochilmadi. U tushundi. Kalit yetarli emas edi. U ortga qaytdi. Ba'zi narsalarni tashlab ketdi. Qo'rquvni, bahonalarning bir qismini, keyinroq degan so'zni. U yana qaytdi. Kalitni burdi. Bu safar eshik asta ochildi. Ichkaridan yorug'lik chiqdi. U ichkariga kirdi va orqasiga qaramadi. Ba'zan hayotda eshik yopiq bo'lib ko'rinadi. Biz esa kalit yo'q deb o'ylaymiz. Aslida esa kalit bor. Lekin biz hali tayyor emasmiz.